Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı İnsan Hüquqları İşxanası Xitayning irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilmagandan keyin Şərq Türkistan sürgündə hökuməti xalqarani harakatga chaqiriq qilish maqsadida axborot e'lon qildi. Baş ministerimiz Salih Xudoyor apandi 31 avgust kuni bexatar Amerika programmasining ziyoratini qabul qilib, yaqinda Amerika Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan Xitoyning Sharq Turkiston va Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz shundoqla boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik haqidagi haqiqatlarni qanday qilib kontrol ostiga olganligi to'g'risida e'lon qilingan dokument ustida suhbat olib bordi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasi Xitoyning Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik haqidagi dokumentning nusxasini inchiklashga ruxsat qildi. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 31 avgust günü Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı İnsan Hüquqları Ali İşxanası Xitoyning Şərq Türkistanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmaganlikdan ümidsizlangan Şərq Turkistonliklar xalqarani harakatga chaqiriq qiladi degan temada axborot e'lon qilib, axborotda chorshanba kuni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı İnsan Hüquqları İşxanasının atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonidagi kishilik huquq dafsanchiligiga qarata bazı degan temada uzundan beri e'lon qilinishi kutilgan bir dokladni e'lon qilganligini. Dokladda Sharq Turkiston xalqining jinsiy zo'ravonlik voqealari qatorliq nachar muomalalarga uchraganligi, turma va jazo lagerlarining sirtidagi kishilarga majburiy dori ishtkizish, planliq tug'ish siyosati yurgizganligi bayon qilinganligi. Buning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasida ko'rsatilgan guruh a'zolariga jismoniy va ruhiy jihatdan ziyon selish, guruhning tug'ilishining oldini olishdan iborat irqiy qirg'inchilikning yuqori darajadagi o'lchimini ko'rsatganligini. Gerçi irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmagan bo'lsa-mu, Xitoyning barliq erkinlikdan mahrum qolgan shaxslarni qo'yitish uchun qadam olishni tavsiya qilganligini. Beijingning qilmishining insoniyatga qarshi jinoyatni o'z ichiga olgan xalqaro jinoyat ta'rifi hisoblanganligini bayon qilganligini. Irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmay Sharq Turkiston xalqini umidsizlantirganligini. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin baş ministeri Salih Xudoyor apandining dokladning ojiz bir doklad ekanligi, Sharq Turkiston xalqiga adolat elib kelolmaydiganligi, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb atay olmaganligi. Gerçi dokladning Sharq Turkiston xalqini umidsiz qilgan bo'lsa-mu, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti rahbarlik qatlami va xalqaro hukumatlarning 21-asrdagi insoniyat krizisini hal qilish uchun ahamiyatli harakat qo'llanishiga yordam qilishni umid qilganligini, Sharq Turkiston va uning xalqi uchun vaqtning qolmaganligini, xalqaro jamiyatning harakatga kelib, Xitoyning davomlashayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini kechiktirmay oxirlashtirishni talab qilganligini aytganligi. Xitoyning uzundan beri dokladning e'lon qilmasligi uchun besim ishlatganligi. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin Cumhur Rəisi G'ulom Osman apandining dokladning e'lon qilinishining vajilikning ayrilishigacha bo'lgan oxirgi minutgacha kechiktirilishining sababining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yuqori darajalik rahbarligi bilan Xitoyning dokladda qo'llanadigan terminologiya va tavsiya haqida maslahatlashgan bo'lishining mumkinligidan ansiraydiganligini, irqiy qirg'inchilikning qabul qilinmasligi va ayblanmasligining sababining Xitoyning suyuqlantirilganligidan iborat ekanligini aytganligini. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti dokladining Xitoyning terrorlik bilan kurash qilish bayonlariga raddiya berolmaganligini, Sharq Turkiston diasporasining dokladni Xitoyning terrorlik bilan kurash qilish qilmishini qonunlashtirdi deb tunaganligini. Dokladda Xitoy hukumatiga nurg'ulg'an takliflar berilgan bo'lsa-mu, xalqaro jamiyat Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy majlisi va uning a'zo davlatlarga hech qanday taklif tavsiya berilmaganligini. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin Yevropada turishliq vakili Mantimin Ala apandining dokladning xalqarodagi davlat hukumatları va o'rinlarni xalqaro sud mahkamasi va adolat mahkamasiga o'xshash xalqaro qonun o'rinlarini Xitoyning vahshiyligiga qarata tekshirish boshlatishga yetakchi rol o'ynashini talab qilganligini. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning a'zo davlatlarining xalqaro jinoiy ishlar sudi va xalqaro adliya sudi bilan moslashib, Sharq Turkistonga aloqador mustaqil xalqaro isbot tepish umidi qurib, tizdan harakat qilishni talab qilganligini aytganligini bayon qildi. Baş ministerimiz Salih Xudoyor apandi 31 avgust kuni bexatar Amerika programmasining ziyoratini qabul qilib, Frank Gaffney bilan yaqinda Amerika Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan Xitoyning Sharq Turkiston va Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik haqidagi haqiqatlarni qanday qilib kontrol ostiga olganligi to'g'risida e'lon qilingan doklad ustida suhbat olib bordi.
Frank Gaffney biz Xitoy Kompartiyasi va uning vakolatchilari haqida to'xtalishni davomlashtiramiz. Hokimiyatning qo'sh taraflama tabiat va uning qanday qilib xato uchur tarqitib o'zining haqiqiy xarakterini, niyatlarini yo'shirishga uringanligini o'rganamiz. Xitoy Kompartiyasining o'zi Xinjiang deb atalgan Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va turmalarga qamalgan 3 milliondan ortiq va uning sirtidagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga nimalarni qilayotganligini, Xitoyning haqiqatni burmilab qanday xato uchurini tarqitayotganligini, yaqinda Amerika Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan muhim doklad Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga haqiqatan nimalarning yuz berayotganligi haqida Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer bilan suhbat olib borganligimizdan xushallik his qilaman. Salih, programmamizga xush keldingiz. Xitoy Kompartiyasi insonlarda nima ishlarning yuz berayotganligi haqida nimalarni tashviq qilib tinchlantirishga urinyotidi. Ular barliqqa keltirgan ahvol oldingi hafta xalqaroliq orilish shodisini e'lon qilishga chaqirdi. Haqiqatni inkor qilish uchun jiddiy tirishchanliklar ko'rsatilyotidi. Har qanday bir inson aksini so'zlashni davomlashtirganda ishonchlik bo'lib qoladi. Doklad haqida so'zlagan bo'lsangiz, dedi. Bosh ministrimiz Salih Xudoyer apandi Tashqi ishlar ministrligining xalqaro orilish markazi yaqinda doklad e'lon qilib, Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkiston haqidagi faktlarni qanday kontrol qilib olganligini bayon qildi. Bir qancha yil mobaynida Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonda Amerika hukumati va nurg'ulg'an Yevropa davlat parlamentlari, Kanada e'tirof qilgan irqiy qirg'inchilik harakatini yurgizdi va bu haddidan ziyoda ig'ir zulmni pul berish, Xitoyda cheklangan g'arbni asos qilgan Twitter, Instagram, Facebook qatorliq ijtimoiy aloqa vositalarini qo'llanish orqali burmilashga tirishyotidi. Hatto YouTube u yerda irqiy qirg'inchilikning yuz bermayotganligini, xalqning xotirjam, baxtli yashayotganligini tasvirlaydigan yolg'on tashviqot tarqatgan sillarni elibetdi. Qo'shimcha qilib, qo'shni davlatlarga, masalan, O'rta Osiyo, O'rta Sharqdagi axborot vositalari orqali bu davlatlardagi jurnalistlarni alayda sayohat rayonlariga taklif qilib, Uyg'urcha kiyingan Xitoylarning Uyg'ur naqshlarini aytib, usullarini o'ynayotgan ko'rinishlarini tarqatdi. Bu Xitoy hukumatining xalqaro aloqani kengaytirib, keng ko'lamda sungan tashviqoti bo'lib, yana bir vahshiylikdan iborat dedi. Gaffney apandi Trump hukumatimi, Bayden hukumatimi bu vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. To'g'risini deganda siz ko'rdingiz, hujjatlashtirildi. Angliyadagi xalqaro sud qanday xulosa chiqardi deb so'radi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurilayotgan irqiy qirg'inchiligi 2014-yili boshlangan. Buning asosi Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilgan va ikkinchi qitim Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan vaqtga tayinladi. Natijada o'tgan 72 yilda Xitoy mustamlika yurgizdi. Xi Jinping 2013-yilga kelganda Xitoy orzusi va Xitoyning milliy ko'rinishini tashabbus qildi. Shuning bilan 2014-yil mayda xalq urushi faoliyatini boshlatdi. Amerika Davlat Mudofaa ministrligining dokladiga asoslanganda, shuningdek keyin Xitoy hukumati kam degandimi 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni o'zi kasbiy tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlari va turmalarga solib majburiy tug'mas qilib o'tish, miya yuyish, organlarini sug'urib olish, hatto o'ltirishdek vahshiy usullar bilan qiynadi. Lagerning sirtidagi hayotmi lagerning ichidagi hayotga o'xshash barbod. Xitoy katavashlari oilalarga o'rinlashgan. Ularning hammasi irqiy qirg'inchilikni tashkil qiladi. Xitoy Kompartiyasining barliq vahshiyliklari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasida belgilangan irqiy qirg'inchilikdan iborat. Xitoy hukumatining terrorlikqa qarshi turish, oshqunlik bilan kurash qilish degani faktlardan uzoq dedi. Gaffney apandining siz irqiy qirg'inchilik ahdnomasidan so'z ochdingiz. Har qanday bir davlatning irqiy qirg'inchilik qayerda yuz berishidan qat'iy nazar jazolantirish mas'uliyati bor. Amerika hozir nimalarni qilyotidi degan savolga bosh ministerimiz afsus Bayden hukumati ancha ko'p ishlarni qilmayotidi. Garchi hujjatda irqiy qirg'inchilik deb ta'bir berilgan bo'lsa-mu, Uyg'ur ommasini majburiy emgakka selish natijasida ishlab chiqarilgan mallarning kirish cheklangan majburiy emgakning oldini olish qonunini yo'lga qo'yishdek kichik bir tirishchanlik ko'rsatildi. Haqiqiy qilishga tegishli ish bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashida buni kun tartibga olib kelishi, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi va Xalqaro adolat mahkamasini Xitoy davlati va amaldorlarining irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirishga chaqiriq qilishi, boshqa diplomatik o'lchamlarni qo'llanishi, Amerikadagi Xitoy diplomatlar va Xitoy amaldorlarini chetga qiqishi, Xitoyda ishlangan barliq mahsulotlarning importini cheklashi lozim. Chunki Uyg'ur yolg'iz Sharq Turkistonda emas, Xitoyning ichkari o'lkalarida majburiy emgakka selinadi. Uningdan boshqa Falun Gong va Tibetlarmi majburiy emgakka selinadi dedi. Frank Gaffney apandining eng oxirida garchi qonunda cheklangan bo'lsa-mu, Sharq Turkistondan mal import qilindi, shundaqmi deb so'ragan savolga bosh ministerimiz shundaq.
Xitayning Sharq Turkistonda mustamlaka qilish uchun avatgan 3,5 millionlik harbiy majburiyat o'tayotgan askariy kuchiga ega ishlab chiqarish qurilish atrofida ishlab chiqargan mahsulotlari izchil kirgizilyotidi. Sharq Turkistonda faoliyat olib berayotgan quyosh energiyalik batareya ishlab chiqaradigan shirkatlarning mahsulotlarimi Amerikaga kirgiziladi dedi. Politika to'rining payshanba kundagi xabarida aytilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy ishxonasi Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik haqidagi doklatining nusxasini inchiklashga ruxsat qildi va bu irqiy qirg'inchilik vahshatlarining ishonchlik dalil isbotlarini suyuqlandirdi. Breitbart to'rining 2 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson huquqlari oliy komissari ishxonasi uzun zamonlardan beri kutilgan Sharq Turkiston haqidagi doklatini chorshanba kuni kechda mashalbachilik vazifa muddati to'shishdan bir necha minut ilgari e'lon qildi. Doklatda Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarni jazo lagerlari va turmalarga qamab, keng ko'lamda tug'mas qilib o'tish, bosqinchilik qilish, qiynash, miyush va dafsanda qilish qilmishlari xulosalangan bo'lsa-mu, doklatning hech bir yerida irqiy qirg'inchilik degan so'z tilga ilinmadi. Dalil isbotlar Xitoyning qilmishini insoniyatga qarshi jinoyat deb ayblashga yetarli bo'lib, sodir qilinayotganlarning irqiy qirg'inchilik ekanligini ko'rsatdi. Doklatda yana hukumatning Uyg'urlarni zavod, paxta etizlari va jazo lagerlarida ishlashga majburlaganligiga oid nurg'unlagan faktlar bo'lsa-mu, majburiy emgakka selish tilga ilinmadi. Atalmish Şinjandagi taxminan 1200 yurish jazo lagerini Xitoyning kasbiy tarbiyalash markazi deb atadi. Ayni vaqtda Sharq Turkiston ziyorati asnosida mashalbachilik Xitoy Kompartiyasining kishilik huquqda g'oyat zo'r muvaffaqiyat qozondi deb haddidan ziyoda tabriklagan. Beyjingni hech qanday ayblamagan. Bir diplomatdan erishilgan ma'lumotga qaraganda, Bachelet oldingi bir necha hafta ichida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga aloqador tayyorlagan doklatini avval Xitoyning ko'rib beqishiga sungan. Hatto chorshanba kunimi bu guruhga Beyjingga moslashish uchun yanada uning bir qismini qayta yozish bilan altirash o'tgan. Oxirgi soatlarda majburiy tug'mas qilib o'tish qilmishini suyuqlandirgan. Bu tema alayda sezgir bo'lishi mumkin. Gerçi Xitoyga bu doklatga erishishi va o'zgartishni talab qilish huquqi berilgan bo'lsa-mu, Xitoy yanada doklatni Amerika va G'arbning sopilisi degan. Xitoy Diplomatiya ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin payshanba kuni ministrlikning kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida doklatning qonunsiz, cheklash kuchi yo'q, inovatsiz ekanligini aytgan. Xitoyning yuqori darajalik bayonotchisi Hua Chunying Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasini Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligini tadqiq qilishni qo'yib, Amerikaning tarixda yerlik Amerikaliklarga yurgizgan irqiy qirg'inchilikni tadqiq qilishga chaqirgan. Uyg'ur faoliyatchilari doklatdan umidsizlanganligini aytishdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer apandi payshanba kundagi bayonotida doklatning ojiz bir doklat ekanligini, Sharq Turkiston xalqiga adolat elib kelolmaydiganligini, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik deb atay olmaganligini aytdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon apandimi doklatni ayblab, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yuqori darajalik rahbarlari doklatda qo'llanilgan terminologiya va tavsiya haqida Xitoy bilan maslahatlashgan bo'lishi mumkin dedi. Antropolog Adrian Senismo doklat har jihatdan kuchli, yaxshi doklat emas. Ammo bu nihoyatda yaxshi boshlanish. Hukumatlarning naql keltirish uchun yaxshi desmi. Xitoyni besimga uchirtdi. Ammo muhim qadam dedi. Men bir mustaqil Bosniya Cumhuriyetini qurish uchun barliq tinchlik shuarlarini emas, hayotimni qurbon qilishga tayyor bo'ldim. Men hargiz tinchlik uchun egilik huquqdan voz kechmayman. Yaxshi inson bo'lmay turib, yaxshi musulmon bo'la olmaymiz. Ammo davlat qurishga erishalmasak, ne yaxshilik, ne insonlik, ne musulmonlik hammasi yo'qoladi. Bir so'zni esinglardan hargiz chiqarmanglar. Davlatning qanchalik muhim ekanligini hammamiz tunib yetmekimiz lozim. Davlatsiz bir millat laylab qoladi, shamolda so'rilib tugaydi. Ko'z oldimizda davlat qurishdan muhim vazifa yo'q. Davlat qurish mangulik musulmonlikdir. U bir zaytun daraxidir. O'zining jannatiga ko'ngil bilib, avlodlarga zamin tayyorlashning g'amini qilmaganlarning musulmonligi o'zining o'limi bilan tugaydi. Ular yilda bir qurib tugaydigan samang'ulliq o'simliklardir. Davlat qurish uchun qurbon bo'lishga tayyorlangan bir nasl har qachon kuchidan ortiq meva bera oladi. Ali İzzet Bigoviç. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögünler için köp rahmet. Keler kıtımlık programımız görüşükçe Allah'a emanet bolgaysızlar.